Assalomu alaykum, aziz kitobxonlar. Men sizlarga bugun Yashnobod tuman axborot kutubxona markazi fondida mavjud Mirmuhsinning Me'mor kitobini bibliografik sharhlab bermoqchiman. Mirmuhsin Me'mor tarixiy roman Toshkentda 2023-yilda Oltin qalam nashriyoti tomonidan 416 betdan iborat bo'lib nashrdan chiqdi. O'zbekiston xalq yozuvchisi Mirmuhsin Me'mor romanida o'tmish me'morlarining hayoti, beqiyos san'ati, o'sha davrning ziddiyatlarini tasvirlagan. Tarixiy obidalar, qadimgi yodgorliklarni xalq bilan birgalikda qurganliklari haqida hikoya qiladi. Asar bosh qahramonlari Najmiddin Buxoriy, G'avvos, Zavrak, badiyalar timsolida insoniylik fazilatlari, vatanga muhabbat, onalik muhabbati haqidagi fikrlarni yoritib beradi. Mazkur nashrda kitobxon o'qish mobaynida o'zbek tilining imlo qoidalarini o'rganish hamda o'zida ko'nikma hosil qilish uchun asar hozirgi o'zbek tilining imlo qoidalariga rioya etilgan holda qayta nashrdan chiqdi. E'tiboringiz uchun rahmat.